Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 16 oktyabr O'zmilliybank amaliyotchisi Samarqand bank xizmatlari markazi tomonidan hurmatli prezidentimizning ish tajribasi asosida mijozlar bilan uchrashishlarda ish jarayonida tug'ilayotgan muammolari, takliflari bo'yicha fikr almashib, o'zlaringizda qanaqa ish jarayonida takliflaringiz, kreditga ehtiyojlaringiz bo'lsa, bemalol o'zlaringizni tanishtirib, murojaatlaringizni aytishlaringiz mumkin. Kimda qanaqa murojaat bo'lsa, bemalol qo'llaringizni ko'tarib. Assalomu alaykum. Samarqand viloyat Samarqand tuman Mamad agromeva korxona rahbariman. Faoliyatimiz eksport turi bo'lib, O'zmilliybankdan kredit ajratishingizni so'rab qolmoqchiman. Eksport yo'nalishi bo'yicha eksport. Qancha so'm? 470 ming AQSh dollari. Necha foizlik, 4 foizlik yo'nalish bo'yicha imtiyozlar. Hurmatli mijoz, mana murojaatlaringizni yozib olyapman. Siz hujjatlaringizni olib, o'rganib chiqib, 10 kunlarda murojaatingizda yo ijobiy bo'lishi, bo'lmasligi to'g'risida ma'lumot beraman.